Assalomu alaykum ustozlar. Assalomu alaykum kursdoshlarim. Hammangizni bugungi qutlug' ayyom bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, hamisha baxt kulib boqsin. Sizlarni shu ikki kuplet qo'shiq bilan tabriklayman. Birinchi kuplet eng muhabbatdan bo'ladi, ikkinchisi birinchi muhabbatdan. Nima uchun deganda, bizning muhabbatimiz hamma vaqt atrofimizda yuradi. Hamma vaqt bizni qo'llab-quvvatlaydi. Hamisha biz bilan birga. To'g'rimi? Ey yashang. Ey muhabbat, bunchalar beg'uborsan. Ey muhabbat, orombaxsh beg'uborsan. Ey muhabbat, umrimda bir bahorsan. Ey muhabbat, qalbimda mudom borsan. Mushtoqdirman doimo mehring yanam. Mushtoqdirman doimo mehring yanam. Lol qolganman ko'rsatgan sehring yanam. Ey muhabbat yoksin sehr yarsan. Ey muhabbat orombaxsh beg'uborsan. Ey muhabbat qalbimda mudom borsan. Yo'l qo'yarsan ba'zida xatoga ham. Yo'l qo'yarsan ba'zida xatoga ham. Barobarsan sen shohu gadoga ham. Ne kulfatlar sormading Layloga ham. Ey muhabbat yoksin jafokorsan. Muhabbat shunday narsa ekanda, hammangizni qalbingizda muhabbat kunlab yashasin. Endi bitta kuplet birinchi muhabbatimdan edi. Hammani yodiga birinchi muhabbat. Endi hammamiz bir-birimizni bir ko'zimiz tushganda muhabbat tushib qoladi, sevib qolamiz. Shu hamisha yodimizga tushib qoladi. Kecha oqshom farakda ay bo'zarib botganda Zuhra yulduz miltirab xirxanda oqganda ruhimda bir mayuslik sokinlik uyg'otganda men seni esga oldim. Birinchi muhabbatim yo'lim yo'qotsa odim. Muhabbat
muhabbatga suyangan çaresiz katsa adam muhabbatga suyangan g'ussaga botsa odam muhabbatga suyangan men kimga suyangayman birinchi muhabbatim hamisha muhabbatga suyangan yashanglar azizlar. Rahmat. Sizlarga rahmat. Keyin Sizlarga rahmat sizga. Qo'shiqni botladingiz lekin. Zo'r bo'ldi. Kechirasizlar. Do'stlar, mana bu ma'lumotnoma hali kamda kimlar bermagan bo'lsa iltimos to'ldirsa. Ma'lumotnoma ko'plab to'ldirmagan, hali to'liq emas. Iltimos qilamizki, to'ldirib ketingizlar. Rahmat. E'lon bor ekan. Mana shu e'lonni mana shu yerda o'tirganlar hammaning diqqatiga havola etamiz. Faqat diqqat bilan. Ortiqqa Jo'rayevni davraga taklif etamiz. Marhamat. Ortiqqa. hurmatli o'rtoqlar, mana shu kunga yetkazgan Allohga ming shukrona bo'lsin. Hammalaringizga oilaviy tinchlik totuvlik hamkorlarim bu. Yangi yillarda bundan ham ko'payishib, arzuga ko'rishga tilakdoshimiz. Salomdan keyin alik olishga majburmiz. Bugun qancha o'tirganimizdan qat'iy nazar tarqalgandan keyin kelgusi yil qanday holatda qayta uchrashimizni bir belgilab olmoqchi edik. Shu munosabat bilan biz so'zni Jo'ra Ortiq hojiga bermoqchiman. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Avvalo yaratganga hamd sano, uning rasuli Muhammad alayhisalomga salovatlar bo'lsin. Mana shu kunlargacha bizlarni yetkazdi. Mana shu muborak tabarruk tuproqda biz yoshgina vaqtimizda 17-18 yoshimizda kimlardir 20-25 yoshlarda mana shunday tanishib birinchi kursga qadar bo'lgan vaqtimiz. Mana avvalo bir martaba shukrlar qilamanki, va hayotim davomida nima topgan bo'lsam mana shu tabarruk Samarqand shahridan topganman. Sizlar aziz qadrdonlar bilan, sizlar aziz aka-ukalar bilan tanishganman. Xudo ajoyib ustozlar o'tirganlar, ko'plari mahrum bo'lib ketdilar. Mana shu yerdan dars olib, shular orqali mana shu yoshga, shu darajaga yetganman. Ota-ona farzandni dunyoga keltirsa, ustozini dunyoga tanitadi. Hammalaringiz uchun katta rahmat bilan ko'payib keldingiz. Bir kundan yil ko'p bo'ldi. Kelasi yildan ham ko'proq bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz. Yana bir o'zimning shaxsiy taklif etmoqchiman Javohir aka. Javohir aka bir xulosalanlar endi. Kelasi yil men 24-yilman. Kelasi yil Payg'ambar alayhisalom yoshiga tenglashganligi uchun bir to'y payg'ambar oshig'i qilib ham nevaralarimga katta kurash bermoqchiman. Shu aprel oyiga to'g'ri keladi. O'zim 9-aprelga tug'ilganman. Mana shunga sizlarni taklif qilaman kelasi yil. Buxoro navbati mendan kelasi yil. Ma'lum qildim. Buxoro viloyati qaysi tuman? Buxoro viloyati Olot tumani, Olot. Shayxlar qishlog'i. Ha? Shayxlar qishlog'i. Shayxlar qishlog'i. Muhammad ibn Suleymanga alohida taklif. Mayli. Rahmat o'zingizga. Alloh taolo niyatingizni o'zingizga hamroh qilsin. Hamisha qanotasiz tinchlik totuvlik amalingizga Rahmat. Qo'lidan katta rahmatlar aytamiz. Suxon aka. Eshiting endi. Hamma eshitsin, men ham
birinchi muhabbatimni aytaman. Faqat qo'shiq qilib ayta olmayman, sababi suhbalakada professional emasmiz. She'r qilib aytaman. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda, xotin mendan arazlab, bolalar bilan yotganda, men seni esga oldim, birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim, birinchi muhabbatim. Dunyo degan shundayin anglab bo'lmas sir ekan. Enang menga bermadi, enangni ko'ngli kir ekan. O'zing boshqacha bo'larmiding birinchi muhabbatim, o'zing tegsang o'larmiding birinchi muhabbatim. Nido bergan, qaydasan sharpangga quloq tutdim. Yarim kechagacha uxlamay telefoningni kutdim. Uxlab qolib seni ham, xotinni ham unutdim. Biringdan zo'rsan birinchi muhabbatim. Ikkovingni bir ko'rsang birinchi muhabbatim. Muhabbat hamroh bo'lsin. Muhabbat ko'zlarda bo'lsin, muhabbat diydorda bo'lsin. Yana bir bora diydor muborak bo'lsin deb sho'x qo'shiqlarni davraga taqdim etamiz. Yuragida o'tib borlarni davraga raqsga taqdim etamiz.
Hürmetli dostlar, mehmonlar, kursdaşlar. Hazır uçurashimiz obaratgan odamga javob berdik, chunki hammamiz o'zimiz chiqib gapiradigan darajaga bordik. Hozir so'z navbat qilish, boshqa qilish navbatni buzib ketaman deb nechta odam haligida turibdi-da. Shuning uchun haligi Azizjon boshqara olmayman, endi buyog'i dedi, hamma gapirmoqchi bo'lyapti. Shu mana